Voy Habib kunam tezroq ishla hozir. Kechqurun o'ynayapsan, mehmon keladi. Xo'p. Qayerga qo'ray? O'sha qo'shin to'g'risida nima joy bor-ku, o'sha. Ha, O'sha yerga qurasan. mayli. Qarang, bu rezon po'qon qilyapti. Nima deyapsan, Ro'zoyda? Ha, uzr. Ro'za oyligi esidan chiqibdi bo'ldi. Uzr so'rayman. Hammaga salom. Sizlar bilan yana Habib Craft bo'ldi. Ovozimgacha borib bilmaysizlar, shuning uchun ham kech video chiqyapti. Grip bo'lib qoldim va ovozim bo'g'ilgan. Va nihoyat to'g'irlab oldim. Endi bilan o'rishim kerak. Bolalar buni zakaz qilganim birinchi qism ko'ringlar bolalar. Ko'rmagan bo'lsalaring tavsiya qilib qolaman. Chunki u ham zo'r. Bolalar, men sizlarga hayronman-da. Prosmotr ko'p bo'ladi, lekin comment, like kam bo'ladi. Iltimos like-ni o'singlar, biz ham blogerlarga o'xshab kuchayib ketaylik. Shuncha mehnat qilyapman Ro'zoyda yana. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Xo'p, endi men nima qilishim kerak edi? Beja qursam, mana shu qo'shin o'yin to'g'risiga devdi. Hozir borib aslahalamni olib kelib olay, keyin qilamiz. Tak. Bolalar aytgancha, sizlar qaysi rekordni olasizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. O'yinimni to'g'rilashim kerak. Hoppa, buni ham olaman. Bu kirka yana birlik qolgani kerak emas ekan. Tak. Eshikni ochib yopamiz. Xo'p, endi yugurib borishimiz kerak. Minecraft juda qo'tyapti-da. Bolalar, agar sizlar FPS mod bo'lsa, menga tashlab qo'yinglar. Men sizlarga lichkalaringni yozaman. Xo'p, birinchi ko'mini olaylik, balki men pul berar unga ham. Mayli. Men ko'p videolar ko'raman, mana shu ko'mirni olayotgan payt tugamaydi ishi. Shu gap rostmi? Sinab ko'ramiz. Rostdan ham. Tugamas. Bu haqiqatmi deyman-da? Tugamas bo'lsa tugaydi-yu, bitta-ikkidan keyin. Men ish tugadi devdim va aniq tugaydi mana shu. Aytdim-ku, menda endi bilasizlar-ku. Xo'p, mayli, ishlarim qolay. Bolalar, ishlatadigan modlarim kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tasizlar. O'sha yerda maza qilib o'ynash uchun ham hamda serial olish va har xil videolar olish uchun kerak bo'ladigan modlar bor. Mikrofon qo'tyapti. Bolalar, zo'rg'a o'zi bu videoni o'ylabman, lekin sizlar haligacha obuna bo'lmayapsizlar. Tezroq obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Tak, hozir mana yaqin sindirib olaylik o'yini. Hoppa. Bolalar, keyingi video nima bo'lsin, kommentariyada yozinglar. Men hali keyingi video qanday bo'lishini o'ylaganim yo'q. Shuning uchun ham yozib qo'yinglar. Xo'p, mana shu yerdan qilsammikan yo pastdanmi? Pastdan qilganim yaxshi menimcha. Hozir pastga tushib olaman. Mana bloklarni sindiraman. Bolalar, video uzun bo'lib ketgani uchun 30 minut bo'lib ketdi. Shuning uchun yarmini kesib qolaman. Tak, hozir mana shu yerni ham sizlar onlaringga qo'yib olay, ko'ringlar. Yoki X qilaman, to'xtanglar hozir. A few moments later. Короче, bolalar, hammani aytgancha yana bir bor Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ramazonni men juda ham yaxshi ko'raman. Xo'p, bilan qishloq nima bitta mayli qo'yishim-ku. Xo'p, pechka
Yana mana qo'yib qo'yib ko'mirni kerak qoladi. Hop, endi eshikni yopamiz. Kirib bo'lgan masalan. Ovozim shunchalar o'zgargandi. Nima tushunmaysizlar bola? Tak kanalga obuna qo'yinglar. Deb biza aytamiz yoki Oh my gosh. Wow. qishlog'iga o'xshatolmadim hozir. Qora tap bilan men sizlarga ishonaman deb obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, endi men nima qilishim kerak? Bu yerdan olishim kerak. Juda ham ko'p vaqt bo'ladi-ku. Hozir tezlikka qarashga harakat qilib ko'raman. Xo'p, mana bularda. Bular o'yinni kesish qiyin-ku, o'shanga zo'r bo'ladi tezlik taqsa mana. Olib tashlayapti. Gulma kerak bor, o'ray. Xo'p. Bu yerni ham olishim kerak. Xo'p, bu yerlarni ham olaman va tepalarni ham olishim kerak. Xo'p, mana qalamni olib olsam bo'ldi. Bu yerdan chiroyli olaman. Shu uylar ham jonga tegadi borki. Mana va mana. Olib tasha. Olib tashla. E'tibor bermaymiz. Xo'p. Mana men bo'lib ketsamni tasavvur qilasizlarmi? Edit uchun bitta gap. Hali prosta aytaman. Yazılar shu. Yana edit ko'rmaylar. Edit uchun bitta gap o'ylab qo'yaydi. 0 yo'q. Qaranglar. 0175. Trendga chiqmasa kerak. Mayli, endi prosta aytib qo'ydim. Xo'p, endi bu yoqlarni ham olishim kerak. Endi zo'r olmaydi-ku. Tasavvur qilasizlarmi? 4 metr naridan men 3 chopyapman. Texnologiya. Ashidini. Texnologiya. Aqllaringga sig'maydi. E'tibor bermaymiz va yana bermaymiz. Go'zal bu olam bir qara Vasiliy. Xo'p, mana ularni olishim kerak endi. Muncha qiyin. Hozir buni 200 qilaman yoki a few moments later. Alpamış ağzımga dish, ittin dish, dish. Aytgancha video boshlab yuboraman. Xo'p, mana endi bularni qo'yib olaman bolalar. E'tibor bermaysizlarmi? Shoh bo'laman endi. Xo'p. Menga hamkor kerak-da. Hamkor bo'lsa, tiyanda nima dardim bor meni. Xo'p, mana ularni qo'yib olay birinchi. Endi bu narsalarni sandig'im qayerda edi? Yo, oldimmi? Men shu video boshlab olganim wow. Bir ko'rib kelay. Olgan ekanman menimcha to'g'ri topdimmi? Lekin menda yo'q-ku. Qayerga qo'yganman? Mana qani qo'laydi hozir. Sekretni joyimi yo'qmi? Endi sen shu. Onu olgandim-ku. Kallamdan mana shunday. Kalla qo'yma keta. Bunday bilan yoptiramiz keyin yana to'g'rilayman. Böyle tashqariga chiqib olay, eshikni yop va sakrab bor. Tezroq kanalga obuna bo'linglar bolalar. Xo'p, mana siz reklama ko'rganmisiz? Ana endi ko'rasiz. Bo'ldi, aytgancha mana shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu bizning obunachimizning kanali bo'lib, u bizga juda ham ko'p nima deydi, qaragan uchun men kanalimni tekinga reklama qilib beryapman. Agar siz kommentariyalar bo'lsa, ko'p menga like bosib yozsalaring ham qilib beraman. Agar shuni kanalimni reklama qilib ber desalaring, u pullik. Endi aslohalarimni bir joyga qo'yib, narsalarimni, pulimni va bilan berib qo'yaman va ishimni qilaman. Juda ham cho'zilib ketishi mumkin.
o'shanga hozir yarim kelgan payt kesishim mana sandiqni ichida ekan-ku. Hoppa, ikkalasini ulab ochamiz hozir. Pullarimni qo'yib olaman. Izmirod, kartoshka, yana pul, sabzi, keyin nima edi buning nomi? O'sha ekin bug'doylarimizni hammasini qo'yib olaman va men ishimni boshlayman. Hop, hali ko'p ishlarni qilishim kerak. Bola video uzun bo'lgani uchun men qisqartirib ketaveraman. Hop, narsalarni olaman. Buni va bloklari yetmasa kerak deb qo'rqyapman-da, chota kamroq ko'rinyapti. Voy, ovozda ketib o'rganmaysizlar. Hop, endi bularni stol o'rtasiga qo'yamiz. Birinchi navbatda mana bloklarni sindirib chiqishimiz kerak. Ikkisi qildim, короче, mana ularni olishim kerak. Ikkisi qilganim sababi tezroq video bo'lsin debman. Hop, endi bu yoqqa qilib olaman va bularni tezroq olishim kerak. Minecraft deyapti. Hop, mana vau, nima gap, bolalar deb kommentariyaga yozganlar uchun men reklama qilib berishim mumkin. Eng ko'p kommentariya yozgan bolaga men reklama qilib beraman tekinga. Valichkam shart. O'zim tez gapirib ketyapman. Da. Короче, mana g'alan olaman. Necha blok qilsam to'xtaydi. To'xtab tur. Bu yoqdan mayli shunday ketadi. Yo bloklarni qo'yib chiqsam. Yo'q, shunday ketadi bo'ldi. Kattaroq bo'ldi. Hozir qaranglar. Hoppa, yana bitta blok nariyoqqa. Bola sira hayronman, blok sindirasizlar. Uyqulayotgan payt yoki noto'g'ri joyga qo'yarasizlar. Lekin to'g'ri joyga qo'yiladi. Mana bironta joylarni tekshirib qo'ysam indamayman. Oxirigacha boraman. Naborot menga foyda bo'ladi. Mayli, endi ko'pga beshakka yuk. Bularni qo'yib olaman. O'rtadagilarni hop. Bu yoqqa. Hoppa, ana. Tak. Tezroq olsang-chi. Mayli hozir. Of. Tezroq bo'l. O'zim nima qilyapman bola? Ro'za oyida shunday uzun video olyapman, tasavvur qilasizlar. Men mayli, men ro'za emasman, eng qizig'i men ko'zaman. Uya deb kommentariya yozganlarga mayli reklama qilib beraman, lekin unaqa emas. Xudoga shukr, mana endi 1 minutligam qoldi. Nima tezlikda. Endi bloklarni qo'yishni boshladim. Tak, hisoblashimiz kerak. A few moments later. Endi bu bloklarni qo'ysam bo'ldi, charchab ketdim. Bola zo'rg'a hisoblab, zo'rg'a qilib oldim. Bunaqadan to'xtaylar. Yana xato ketdi. Qaranglar, bloklardan olamiz. Bu bloklar kerak emas hozircha bizda. Hozir ko'rasizlar, men nima qilaman. Shu yonlarga bittadan, orqa va oldinga 2 tadan qo'ysam, chotkaroq bo'ladi. Kirka bilan sindiraman. Hop, mana yana baland ekan. Oyog'imiz. Hayron qoldik barchamiz. Yonib ketdi oyog'imiz. Mayli, e'tibor bermasa ishimizni qilamiz. Hop. Nima qilay? Senlar obuna bo'lmasang, nima qilay? Obuna bo'lay. Hop, qoladigar. Uzr, Ramazon muborak. Kechirasizlar. Kechirasizlar bo'ldi. Uzr. Men seni ko'ryapman. Alam ko'ryapman, o'rnamaganingni. Obuna bo'l, shuncha mehnat qilyapman. Uyat emasmi? Yoshingni qara. Tak, mana hozir aytgancha bola tezroq oldim o'zim. Hop, endi tashlab kelaman. Nimaga desalaring, video uzun bo'lib ketyapti. Uncha vaqtlaring yo'q. Bilaman, ro'za charchagansizlar. Shuning uchun kam-kamdan qilyapman. Video sifatli chiqmadi o'ylayapman. Mayli, mashina ko'lay.
Nima bo'ldi bu o'zi kirkansinmi? Nima? Tapo'raganim. Xo'p, endi olamiz. Bitta xona qilayim. Wow! Cho'chimay o'g'lomjon deganda, biz ham cho'chimasdan ishimizni qilamiz. Kech qolmaydi hali. Tezroq bo'lsam o'zimga yaxshi. Davay tezroq. Tak, mana anchasini ham qilib oldim. Bolalar kommentariyada yozinglar qanaqa seriallar ekan. Keyingi ikkinchi qismda, xo'p, mana ularni olib to'xtanglar. 1, 2, 3 der Allajavanimmi? Nima deydi? Xo'p, mana qadam bitta ikkita olsam, anchasi yetadi. Amay. Bolalar menga hamkorlar kerak. Srochnaga YouTube kanali bo'lish kerak. Bo'lmasa ham lekin Minecrafterlikni zo'rinash kerak. Bedrock. Mayli, Javani ham olamiz. Teamga qo'shamiz va bizni joylar cheklangan. Atiga 20 ta joy bor. Hozir joylarimizda 11 ta odam egallab bo'lgan. Sizlar ham kelsalaring bo'ladi. Xo'p, mana ularni olay. Takvollar, mana shu bizni tayamiz bo'ladi va tezroq qo'shilishlaringni so'rab qolamiz. Joylar cheklangan bo'ldi. Xo'p, mavzudan chetga chiqmaymiz va bloklar bilan to'ldirib tashlay. Ona yerni men harom qo'ygim kelib. Bu yoqqa blok bor ekan. Bu yoqdan chiqam. Chekkazamiz kerak. Yopib tashladimmi? Mayli, o'zi siniraman. Mana ekanki. Ko'rmabman. Bug bo'lyaptimi? Bo'ldi, mana chiqib oldim. 1, 2, 3 ter Allajavanimmi? Nima deydi? Mana bitta mod bor ekan-a? Esimdan chiqdi mod qo'shganim. Bosib tursa, shunday ko'payib ketaveradi. Nega hozir men Minecraftda shunday qilib ishlamadi, endi ishlayapti? Hozir borgan ishlarni sinab ko'ramiz. Tak, hozir. Bolalar, nima gap? Sizlar o'zingizdan qancha tutdilaring? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Hop, 64 sak bilan 16 ta yesa kerak. Mana qaranglar, qo'yib bo'lmayapti. Hop. O'ziga e'tibor bermaysizlar. Nimaga qo'yib bo'lmayapti? Men hayronman. Ana, bitta ikkita qo'yildi. Mana qo'yilyapti tepaga. Nimaga ayni ichkariga qo'yilmasam, bu yoqqa qo'yilyapti? Mayli. Kerak bo'ladi. Xo'p, bu yoqlarni olaydi. Balkim shunda bo'lar. Tak, endi sinab ko'ramiz. Blokni bunday qo'yib. Yo'q, o'xshamayapti. Demak, bu yolg'on. Sen bola menga yoqmayapsan. Qanday qo'yishni eslamayapman-da. Men qanday qo'ydim? Mayli, qo'lda qo'yib chiqaveramiz. Internetni o'chirmasam tak, sizlarchi bo'ldi, sizlar nimaga? Kommentariyasidan kutaman necha kun ro'za tutganlaringni, necha like yig'ilganini. Sahar zo'ring yoronlar, xatm qiling Qur'onlar. Tak, mana mod ishlamayapti-da. Qanday qilinadi? Chota Minecraft bug bo'lyapti-yo. Bola FPS mod bo'lsa, tezroq menga yozib yuboringlar. Menga FPS moddan topolmayapman. Bir tochka. Ana ishladi. Yaxshi emas-ku. Qanday qo'yiladi? Shuni bosib turib mana qolib kelinadimi? Birsalaring kommentariya yozinglar bolalar, modni ishlatolmayapman. Tak, mayli, yana o'rtasidan kesib o'raman.
A few moments later. A few moments later. Papalyam. Ova nihoyat bo'ldim. Şimdi traktor yedik nam. Endi narsalarni qo'yishim kerak. Bolalar videoni bunday qilgancha ko'p vaqt olishini bilib turib, men hozir hammasini qo'yib olaman va yana videoni o'chirib qayta boshlayman. Chunki hozir mehmonlar kelguncha men tezroq qilishim kerak. Video editing paytim hozir vaqtim yana ketib qolyapti tez. Xo'p, mana ularni qo'yib olaman. Tezroq qo'yilsangchi. Xatolik ketmasligi kerak, lekin bilib qo'yinglar. Ramazon oyida xatolik bu gunohdir. Bu katta gunoh. Prevni qilib bergan Lirohiga ham rahmat aytib qo'yamiz. Prevchi akamiz bor. O'zlari ko'rsalar, aytib qo'yaman. Bu kishining ham kanallarini bir reklama qilib o'taman keyingi videomda. Xo'p. Hozir keyin ko'rsataman. Quyoshni ham kuldirib, qalbga surur to'ldirib, do'stlarni suyuntirib, Ramazon keldi, Ramazon. Sahar turing yorollar, xatm qiling Qur'onlar, dod devorsin shaytonlar. Ramazon keldi, Ramazon. G'aflat oyi emas bu, nafrat oyi emas bu, rahmat oyi demak bu. Ramazon keldi, Ramazon. Ramazon keldi, Ramazon. Muborak bo'lsin Ramazon sizga, muborak bo'lsin Ramazon bizga. Bayram bayram o'g'il qizga. Ramazon keldi, Ramazon. Kechqurun kim telefon qilyapti ekan? Hali endi shom bo'pti-ku. Yo, kechqurun bo'lgan ekan. Alo. Alo. Ha, mer, nima deysiz? Iftorlik boshlanib kelmaysanmi? Ha, boryapman. Maza. Uyqudan turib endi o'ta shulla bilan narsalarni yuboramiz. Assalomu alaykum. Mana 67-meri shuni. Ha. Mana 14, mana 29 shundayda. O'sha maktab 67-merlar. Xo'p, o'tirib. Mana shu joy menga. Как красиво, давай o'tiraver. Hozir to'xtanglar, ovqatimni olay. Mana bu narsalar qayerdan paydo bo'ldi? Mayli. Hop, o'tirib olaman. O'zi qo'lim ochishtirgan. Maza. Sizlar ro'zani hali ochmanglaring. Yo'q, hali shomilku. Uzrlar, men ko'zaman. Xo'p, kofeni ichib olamiz. Maza. Xo'p, bolalar. Hozir kelaman, men bolalar bilan xayrlashishim kerak. Davay tezroq kel. Xo'p. Tak bo'ldi, hammaga xayr. Sizlar bilan Habib Craft bo'ldi. Mana buni qo'yib olay hozir. Hamma narsa qo'yaman. Bostir. Ayo. Bo'lmas ekan, ovqatimni hozir olay. Mana shu yerga qo'yib olaman. Lekin zo'r bo'pti-da. Tak, hammaga xayr deb qolaman bolalar. Sizlar bilan Habib Craft pastki chiziqcha uz bo'lib bolalar. Keyingi videomizda reklama va narsalarni olib qolaman. Aktiv bo'lib turinglar. Omiladan qaraysan. Zo'rmisan YouTube? Qo'shib tur. Mer. Ha, yaramaysan.